Assalomu alaykum. Step by step full stack darslarimizning 38-soni. Hop, bu darsimizda kelinglar birinchi appimizni yoqib ko'raylik. Hop. Admin. Bu darsimizda mana bu qismida user ID kelyapti. User ID tokendan olinyapti. Mana shu qismida username'ni ko'rsatishimiz kerak endi. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi API dan boshlaymiz. Hop. Bu API create token API. Hop, create token API da mana bu joyda token yaratilyapti. Va yaratilgandan keyin demak userimiz bor aslida. Faqatgina userdan passwordni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana shu uchun bitta utility kutubxona bor. Keyinchalik ham ishlatamiz. Shuning uchun hozirdan qo'shib qo'yaylik. npm workspace API install. Kutubxonaning nomi Remeda. Bu aslida Lowdash'ning alternativasi bo'ladi. Yangiroq versiyasi Lowdash'ning. Hop. Uni o'rnatamiz. O'zi Lowdash'ning ba'zi muammolari bor. Masalan, packaging ikki xil bo'lib qolgan Lowdash'da. Bitta Lowdash bor, bitta Lowdash ES bor. Masalan, backendda ESM ga ship qilmasa, Lowdash'ni o'zini o'rnatish kerak bo'ladi. Agarda frontendda esa trashing qilish uchun ESM versiyasini o'rnatish kerak bo'ladi. Shuning uchun backendda boshqa Lowdash, frontendda boshqa Lowdashni versiyasini ishlatish kerak. Mana shunaqa muammo bo'lgani uchun boshqa kutubxonalar qidirib ko'rdim. Bularning orasida mana shu Remedani eng yaxshi deb topdim. Boshqa alternativalar ham bor. Kim xohlasa tekshirib ishlatib ko'rish mumkin. Xo'p, Remedani olamiz. Import qilamiz uni. Import. Bunda default export yo'q. Shuning uchun hamma named exportlarni Remeda degan nom ichiga qo'yib olamiz. Remeda. Hop, uni oldik. Endi mana bu joyda tokenni ichiga userni qo'shib yuborishimiz kerak. Tokenni o'zini qoldiramiz va user deymiz. Remeda omit. Mana shu omit degan function uchun qo'shdik hozircha. Hop, userni o'zi qayerda? Mana user query'ning ichida user bor. Faqatgina user query'ning ichida output degan property da turibdi user. Endi undan olib tashlaymiz passwordni. Mana shu Remedani yaxshi joyi type definitionlar bilan birga keladi. Alohida types o'rnatish shart emas va mana ko'rib turganimizdek, demak userdan mana outputdan uni type'ini topib va uni ichidagi keylarni ko'rsatdi bizga. Xo'p, passwordni olib tashlaymiz, omit qilamiz va userga qaytaramiz. Endi userda demak user degan property ham qo'shilib kelishni boshlaydi. Xo'p, uni endi nimada ko'ramiz? Demak, yana bitta narsa, biz create tokenni to'g'irlaganimizdan keyin get tokenni ham to'g'irlashimiz kerak. Xo'p, get tokenda user yo'q ekan, endi userni fetch qilamiz. Demak, const user await user DAO. Hop, select by ID deymiz. Bu ID. Demak, endi IDni tokendagi user ID dan olamiz. Hop, await qildik. Endi qaytarayotganda xuddi shunaqa tokenni sprite qilamiz va ichiga user property qo'shib turib, yana Remedani qo'shishimiz kerak bu joyda ham. Import yulduzcha as Remeda
from remeda omit user demak arrayda passwordini olib tashlaymiz. Xo'p. Demak bu yerda ham userni qo'shdik, ikkalasida ham. Endi frontend qismini o'zgartiramiz. Adashmasam navbar deydi. Xo'p, mana bu nimadir xato. Cannot find bitta o'chirib yoqib olaylik buni. Xo'p, mana bu joyda spanning ichida username olib tashlaymiz. Auth context user id emas, user.username bo'ldi. Va start qiladigan bo'lsak, yana bir ko'ramiz. Nimamizda ishlamay qoldi. Xo'p. Ishlab turgan ekan. Mana ko'rib turganimizdek, demak username'imiz chiqdi. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.